Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Ushbu vaqtinglar xayrli olsun. Bayatim men intayin xursandlik ve memnuniyet içinde Sharq Turkiston ulusal futbol komandasının bu yıl 7. ayının 1. günü Londonda ötküzülmekçi olan CONIFA Asya Futbol Lonkısı'na katlaşış salayetiga erişkenlikini anladım. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, tantarbiya musobaqalari, xususan futbol musobaqasi bir millatning va davlatning universal kuchini xalqaro sahnada namoyon qiladigan, shu millatning mansubi bo'lgan har qaysi qatlam, har qaysi tabiatdagi insonlar orasidagi milliy birlikni kuchaytiradigan, milliy ruhni urg'itadigan, xalqaro sahnada milliy kulturni va kimlikni namoyon qiladigan muhim bir so'rindir. Şarkı Türkistan Ulusal Futbol Komandası Şarkı Türkistan diasporasındaki bütün renklerge ve qaysi katlamlarga vakillik qilishga tirishayotgan har xil futbol so'rovlarda, musobaqalarda Şarkı Türkistan bayrog'ini javlon qilishga, milliy marshini yangrtishga tirishayotgan vatanparvar, millatparvar, jangovar yoshlardan tashkil topganligini bilamiz. Şarkı Türkistan diasporasida davam kılıbatkan Şarkı Türkistan milli görüşünün texim yukarı baldak kötürülüşü, milli birlikten küçeytilişi noktasının qarğınımızda muşunun oxşaş tenterbiye ve başka kültürel faaliyetler intayin muhimdir. Şarkı Türkistan Ulusal Futbol Komandasının aldığımızdaki çoğu musabıqıda biz kütken teximi yaxşı neticelerini kolgu keltürelişi ve Şarkı Türkistan xalqini bu musobaqada taqdimi yaxshi temsil qiladishi uchun Sharq Turkiston diasporasidagi har qaysi qatlam, har qaysi tabiqadagi kishilarning qizg'in qo'llab-quvvatlashiga, moddiy va ma'naviy yordam qilishiga muhtoj deb o'ylayman. Bu vajidan butun xalqimizni, bu yoshlarni, bu komandani moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashga chaqiriq qilaman. Rahmat.